بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد ötkenki الأحزاب degan dersin devamı ووفدت الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد جمعت جموعها Qurayshning nurg'un qo'shinlarni, lashkarlarni to'plaganligi xabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib keldi. Va zaharatha G'atafan. Qurayshga G'atfanmo hamdamda bo'ldi. Va tabi'atha Ashja'mo unga ergashdi. Ya'ni shuning hammasi to'plashib kelayotganlik xabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetdi. Wa annahum jami'an qad kharaju لغزو المسلمين بالمدينة. Bularning hammasi Madinadagi musulmonlarga jazo berish yoki yo'qotish uchun chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Jamoat desek muzakkarat mubolag'a. Qancha odamlar to'plaganligini. Jamoa deb keldi. فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار بحزمه وعزمه. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabar yetgan chaqda Rasululloh bu xabarlarni, ushurlarni o'zining keskinligi va qat'iy irodasi bilan kutib oldi. Va imonihi va iymoni bilan kutib oldi. Va yaqini degan Alloh taologa bo'lgan ishonchi va Alloh taoloni yaqindan bilishi degan. Yaqin degan yaqindan bilishi, ya'ni obdan bilishi degan. Keskin bilimni yaqin deymiz. Biz o'tganda uchga ayirdik. Ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Va amara al-muslimina bihafr khandaqin hawla al-Madina. Musulmonlarni Madinaning atrofiga xandak ko'lashga buyurdi. Hazrat Salman radhiyallohu anhu maslahat bergandan keyin biz diyorimizda shunda shaharni bir qurg'onni qo'dashib qolsa atrofga xandak qo'lab bunda ishlarimiz bor degan chog'da mushu nima yarab qilib Madinani qo'dash uchun xandak qo'lashga bo'ldi va o'zimo qo'l tiqib bilan qo'lishdi. Va baynamal muslimuna yatahayyuna li sadd Quraysh. Musulmonlar Qurayshga taqobil turib uni to'sash uchun tayyorlik qilayotgan chog'da va man halafam va Quraysh bilan ittifoqdosh bo'lgan qo'shinlarni to'sash uchun tayyorlik ko'rayotgan chog'da iz biwafidin akhara yulqi ila Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. To'satdan ushtum to't bir sikilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabarni keldi. Anna bani Quraydata qad nakathat uhudaha. Bani Qurayda yahudilari ahdi paymonlarni buzishdi va naqadat wu'udaha va'dalarni bekor qilibdi va annahum hasabuha fursa ular mushuni bir fursat g'animat deb qaradi va takhayyaluha nuhza buni qo'ldan bersak bo'lmaydigan bir g'animat fursat deb o'ylab qoldi. Nuhza degan bu fursat degan o'xshash. Yat'anuna min wara'iha al-muslimin. Mush fursatning aqidillam bular musulmonlarni aqdin pichoq olmoqchi bo'ldi. Tuyuqsiz yana birisi kelib qoldi dedi. Vaqtdan kelgan kishi. Shunga Misr qilib o'qiyotganlarni al-wafidun deymiz. Tullabul wafidin, idoratul wafidin shu muraqabani idoratul wafidin deymiz. Ba'oz desak o'qishga avatilgan o'quvchilar. Har davlat avatga o'quvchilarni ba'oz deymiz. Mab'us degan ma'noda. Va alimal muslimuna bima hum alayhi. Shu chog'da musulmonlar o'zining qanday bir qiyin ahvolda turayotganligini bildi. Va bima waqa'u fihi min tahazzub al-ahzab alayhim. Ularga qarshi nurg'un partiyalarning guruhlashib ular qarshi urush qilmoqchi bo'lgan shunda bir qiyin ahvolga o'zining tushib qolganligini bilib ketdi. Ahzabning hammasining Quraysh, G'atafan, Ashja'
Bani Qurayza onun başqa nurlan qabilini, Paçanpirat qabilini toplagan ahvolda 12 ming qo'shin bo'lgan. Rasululloh Madina qo'g'dash uchun Xandaq atrofida taqobil turishga tashkillangan qo'shinning soni 3000 atrofida. Bani Qurayzaning onda 700-800 lashkar bor. Wa ihatatul adu bihim min fawqihim wa min asfala minhum. Düşmanlar ularning ust tarafidan va ast tarafidan to'liq qurshab og'irligi buni tushungan. Qur'on Karimda bor fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dununa. Mesela sura Ahzab'ninki shu 5-ni o'qisa ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun. Ana o'qisa qismatlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعلمون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة من الكتاب لا يثرب لهم قولكم فارجعون يا أهل يثرب لهم قولكم فارجعون ويستأذن عليكم منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة فما هي بعورة يريدون إلا فرارا كان عهد الله عليهم من أولى من الأدبار كان عهد الله مسؤولا. Surat Al-Ahzab'da baş tarafida shu bostirib kelgan dushmanning voqealiklari, ondan musulmonlarning ichidagi shunda bel qo'yib turgan dil xasta nifoq o'g'illarning ahvoli, Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarshi oqidan pichoq olmoqchi bo'lgan yahudiylarning voqealiklari bayon qilingan. Fazaghat absaruhum, zag'at deganda biz yerib charchab bir narsani ko'rolmaydigan holatga yetdi degan. Ko'zi to'lishib masalan oldiki narsani ko'rolmaydigan alsirg'an bek bo'shab ketdi degan zag'at absar. Va hala'at qulubuhum, va ularning yuraklarimi qo'rqib ketdi, alaqzad bo'lib ketdi. Hala'a degan shunda alaqzad bo'lgan qo'rqishni. Halu'a khuliqa halu'a va aduma amamahumul karb, ularning oldida xafalık, g'am ig'ir bo'lib ketdi, yo'g'on bo'lib ketdi. Vashtaddal bala, sinoq bak ig'irlashdi. Va akhadu yadunnuna billahi dunun, bala deganda sinoq desak bo'ldi yoki shu balay musibat ig'irlashib ketdi desak. Va akhadu yadunnuna billahi dunun, ulardan Alloh taolo qarta har turli gumonlarga tushishga boshladi. Alloh taolo bizga bunda va'da nusrat qilgan va'da bermasmi? Biz bunda qiyin ahvolda qoldik degandek o'ylarga tushishga boshladi. Shularning ichidan ba'zilar shunda har turli o'ylarga tushib dargumon bo'lishga boshladi. Ammal mu'minun, haqiqiy mu'minlar fahasibu anna hadi mihnatullah, bunu Alloh taoloning bir siniqi, imtihonisi deb hisobladi. Wa annahum imtihanulahum, mana bu ular qarta bir imtihon deb qaradi. Wabtila'un li miqdari jihadihim, ularning jihadining qanchalik bo'lganligini bir sinab ko'rishdan iborat deb qaradi. Fahum yakhafuna zalala, demak ular xato ketib qilishdan qo'rqdi. Bu bir sinab, imtihonda xato javob berib salomni degandek qo'rqdi. Ve yakşavna da'fal ihtimal, bardash berishimiz ojiz bo'lib qolamki deb ansiraydi. Ve ammal munafiquna, amma munafiqlar bo'lsa, faqad qalat ta'ifatun minhum, ulardan bir guruhin indida
لقد كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر. Muhammed bize Kisra ve Kaysar'ın debi dünyalarına aldığanlıkımızı vaat verip şunda ağzını tatlık koyatır edim. وَاِنَّ أَحَدَنَا لَا يَمْلِكُ اَيَّذَبَ الْآنَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. Hazır birimiz tara söndürüş için mi baranmay turvatın korkuncu de. مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Allah bizge vaat verişemez fakat biz onu aldap koyatken, ağzını tatlık koyatken deyişti. وَهَمَّتْ طَائِفَةٌ بِالْفِرَارِ. Yani bir grup ise şu münafıklardan kaçılı deb özünün cinni analandırsak boğdak deyişti. وَاِقَاعِ الضَّعْفِ فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ. Yani bula keşiş arkalı kandak bulu Müslümanların sebebi acizlikini payda kılışını oylaştı. Çünkü bir kısmı şunda satılmasından tam turvatlarının bir kısmı garipsi kaçsa kapağıldı mı çoğuluş, teripren oluşunu keltirip çıkardı. وَجَاءَتْ تَسْتَئِذِنُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَذِبًا وَنِفَاقًا. Yalgan etip ve münafık kılıp Resulullah'ın icazesi sorap kâgellim boğan. وَخَتَلًا وَخِدَاعًا. Khatal degeni aldaş, tellaş degeni. Resulullah'ın aldap bakay, gollap kaçıdı, ketip olay der. Başka yere gitmeyin mi lan? Hazır üylerin hamını koyup şanın sırtıda Hendek'nin boyuda düşmanı takabül durumunda teyyatıdır. Ötep kalsa ilişir. Ötmese buldur. Yaki iki tarafında okuya taş baş binası etişip turgan gibi. Ötepmeye kalsa Medine'nin halk yok. Ötep kalsalar da şu yerde cantik ilişmişse bütün Medine kuldun ki tutar. Şu çağdan da şanın sırtılaşında turatan çağdan bazı onda karab kop deklilik yok. Aslında uyanına şundan koyup ve balıkçılarının kolları adam yoktu. Ben bir balıklarından bir hayal kasem olduğu da bunda ceza soralı var. Çünkü Yahudiler namazı boğan iken her anda mesela öyle bir başlıkçılar bulantılarına demettirlaşıp oluşu mümkün. Mesela Hasan Sabit radıyallahu anh ve Halid'in şuna bulduğu Yahudiler hücum kurmakçı olan. Başında banağını göz çıkı başladı deydim. Münafıklar mısın Medine'li? Şu anda münafık degen İslam'ını izhar kılıp men Müslüman da iskicatın kafirlik kılgalı olan iken bu şu Medine'de oldu. Başka yerde münafıklaşına hacet yok. Men kafir de tutuyordu. Peki Resulullah var. Müllah'ın aldığı geldiği çağda kılıç getirdiğin onun naşarlıkta malumluğun boğazına andın sırtı konsuma Müslümanın da turalığın oldu. Şu an ne var degen şu Medine'de oldu. Mesela muhacirin arası yok. Has Medine'likler. Muhacirlerin işi bulması ki. Muhacirler zaten tavırını şu sınavdan ötep başına hicretini çıkarlar. İslam şunu çıkarlar bu açıdan, onun işi de bulmaydı. Tabii yapalım. Fakat şunun işi de belki şunun işi de başka bir maksatta hicretini çıkarlar olsa, ya bir ayalını der misin? Ev müraatın nenkihuha ya bir mal dünyanda, ya bir ayalında, ya başka bir işinde hicret kıyganlardan biraz bulap kalsa, anlı bunu İslam'la kabul kılışı rast olmayı, muhacirler için olsun. Lakin normalde bu muhacirler mesela Allah ve Resulü için hicret kıyganlar, o Allah'ın sınıfını öter, hakiki imanlı kişiler. Medine'dekiler, etraftaki yani Müslüman buldukları kaygamazsın. Medine gelişkenlerden bundan içinden münafık ağal oldu. Nifak degen aslında bu İslam'ını köştürüp emniyette küfürde bulaş. Muşanın ibaret. Resulullah ve müminlerden korkallık için yani başka bir yani közlügerlik için başında yüz yokluğuna izah kılgan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ama Resul münafıkîn. Ayırmayın. Mesela cihat kılırsa bazı çıkıyor bazı da yapızın da asla yemçirikte mesela Bedir'de yemçirikte var. Bedir'de yandırma şirket. Yani koşunun üçten birini yandırma şirkette. Vatandaki çıkamcı adamlar münafık dendiğimiz ya münafık dinleyen çıkıp ödüğün lekin özü Müslüman.
Ameliyatı o dinini korkab yaşagan emas. Menfaat uchun satqin. Uyg'urlar bo'yicha munofiqlar desek. Uyg'urcha munofiqlar bu shar'iy nifaq emasga bir ahvol bordi. Haqiqiy bunda munofiq bo'lmaydi. Ba'zi bizning bir muslim bir qilishib o'ylab qolgan. Shular bir to'g'ri kelib qolgan ahvolni istisno qilsalar, lekin ko'pincha ahvolda munofiq bo'ldi. Shar'iy nifaq chirdi. Chunki bu sirtli ko'rinishda musulmonlar safini tutgan. Musulmonlar jamoatidan men sizlar bilan billar edim. Lekin ichki jihatda kafirlarning safida bu. Şuna men yushaqiqir rasul, yushaqillah va rasulatun. Alloh va rasuli bir tarafda, bu ma tarafda. Qarshi safni tutgan ekan, bu munofiq bo'ldi. Yaquluna bunday bana ko'rsatib, yolg'on o'zini aytib bilan ben ochdi kitabimizniki deb inna buyutana awra. Bizning uylarimiz ansiraydigan ahvolda, her kim hücum qilgan bastırıp çıktıgan ahvolda qo'g'dug'isiz qolib qoldimi? Başqalarında ko'rib qolsa, chata qilgan joy albatta. Yani qo'g'dug'isi yo'q, hech kim yo'q ekan deb bilan hücum qilgan holat qolib qoldi. Wa ma hiya bi'awra. Avliyatu awra emas. Yani qo'g'dug'isiz qolgandek ahvol emas. Yani bular yolg'ondan o'zra aytishidan. In yuriduna illa firara. Bular faqat lam qochmoqchi. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعداء من الأمام وأعداء من الظهر وأعداء من الصفوف. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu kaldı. Aldığı mı düşman, ahirinin düşman, bizden sefinin istediği düşman mı? وَلَوْ كَانَ هَمًّا وَاحِدًا لَتَّقَيْتُهُ. Nevada bir gam boğan bolsa, ondan sakınıp ketken bulattım. وَلَكِنَّهُ هَمٌّ وَثَانٍ وَثَالِثُ. Lekin bu bir gam, iki gam, yani üçüncü gamı var. Demek bu yerde hazır ben başka turgan neçe gam var dermiş. وَفِي هَذَا اللَّيْلِ الْحَالِكِ مِنَ الْفَرَقِ وَالْفَزَعِ. Farak diyen mi havf, korkunç. وَالْفَزَعِ diyen mi, bu mu korkunç? Kur'an-ı Kerim'de فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ. Ama Davud Aleyhisselam'ın biz tasavvurul mihrab mı? فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ. Korkmadı. Korkup gitti, korkmadı. Davud Aleyhisselam. Şiir mi? Şiirin bayağı yazgıcı bunda şu makamı münasip mezmundaki şiirde pek yapıyor. Mesela bunda ne oldu mu? Nasıl nezme edip bunu ekip koyduğu. Şuradaki inne buyutana avra gelme, evet uçup kalan. Allah'ın kaldı degendeki uçuşunuz kaldı yani buna qo'lg'usiz, yani uni qurshab turgan, qo'llab turgan bir alat emas. Shundan uçup kaldı. Bu darvoza uçuq hozir o'g'irchasi chiroyli qoldi degandek. Avra degan aslida boshqalar ko'rsa bo'lmaydigan joy degan. Shundan avratlarimiz borku? Avrat. أوراتنا ما نذر منها وما نضع احفظ أوراتك إلا عن زوجك وما ملكت يمينك. Avrat yani başka köz olmadı. Hadi ne adam da düşmanın közü çıkıp kalsa ne hatarlık çatak oldu. Mesela Yahudi şunda okulup marab judu. Eğer Yahudi şunda kırar ya da mücahit yokken fakat hutun bolacakla uşak olan bakin de kalsa bu basır. Şunu demek. El-farak humu havf. Yani korkunç, havf bilen to'shab ketgan qop-qorong'u mushkizida halik degan qop-qorong'u. Wa fi zalika al-athir al-mun'aqid min al-khawf wal-hala'. Khawf wal-hala' deganmi al-faraq wal-faza' deganlar o'xshash. Hala deganmi alaqzadlik dedim. Khawf. Va alaqzadlik va qo'rqinchdan terk topgan şu çang tuzanlar arasında dedi. Asir degan çang tuzan bu xonaq. Saqallahu ilal muslimina Nu'ayman ibn Mas'ud. Allah Taala musulmonlarga Nu'aym ibn Mas'ud degan kishini akab berdi. Saqirga aytdi degan. Shunda akab berdi. Ve huve racülün min ricali Ghatafan. Bu şu ittifaqdaşlar qo'shinini tarkib topgan Ghatafan qabilasidan chiqadi ekan. Lekin bu musulmon bo'lgan. Ve qala ya Rasulullah.
Bu da ya Resulullah. Ana bu Nuaym ibn Mas'ud adet gibi adam emas. Şu G'atfan qabilasining abro'yli boshlig'imiz taniydigan unda cho'ng odamlardan. Bu da ya Resulullah. Ana u musulmonga qarab vaziyatni o'lchardi. Agar urush bu shaklda bo'lib qolsa, islom davlati shundan yo'qolib ketadi. Tarix o'chib ketadi. Na xatarlik ahvol. Anki bu ham darhol bir o'zi bir narsani o'ylab, o'sha bir yo'l topsan izlanib baqdim. Bu kelib Rasululloh ya Rasululloh, inni qad aslamtu. Men musulmon bo'ldim. Va inna qawmi lam ya'lamu bi islami. Lekin mening qavmim mening musulmon bo'lganligimni bilmadi. Famurni bima shit. Shuna xalqan ishqimni buyursizlar, men sizning farmonlari ostida buyruqlarni bajarib tursam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله نودتوا إنما أنت فينا رجل واحد. İnsan bizim aramızda bir kişi yani. Müslümanlardan bir kişi sen. Bir koşun boğan boğan, 5.000 kişilik onun için bir mayağından teyiş kılamadı sen burada diye bir kişi yani. Sen kaçıya bir iş kılalıydın. فَخَذْنَا عَنَّا اِنْ اِسْتَطَعْتِ. Kulağının kepkası bir işini kurayız. Kulağının kepkası kılalsan, düşmanını bizden ketkizersen, jiraklaştırsan, ümitsiz kayıtırsan, kayıtırgayan. Xadarlar degan ma'lum qilib yordamchi tashlab qo'yishgan. Xaddil degan uni na'mat qilib jiroq ketkizib ishlaymiz. Xuloning kazi shuni nerbe ketkizib olsan ketko'ramiz. Fa innal harba khada'atun yoki khuda'atun. Chunki jang degan yelin ayrondan iborat. Şeylisi. Buxoriyda bor. Sahih Buxoriyda. Khuda'atun yoki khada'atun. Harfini sho'qsaqim bo'ldi, zvar o'qsaqim bo'ldi. Dalni sakin o'qsaqim bo'ldi, zvarda o'qsaqim bo'ldi. Fa innal harba khada'atun fa innal harba khuda'atun fa innal harba khud'atun. Ve onun şu sayediz jangda kafirlar qarshi yili işleşmesi. Yollaş aynı işini qisi buldu. Lekin ahdinam olsa ahdini buzish bo'lmaydi. Yil ishlatganda ahdinam buzilgan, yil ishlatganda bizga amallik berib bilan vaqtida aqlim shaqil o'tirgan mudashidir. Uningdan boshqa yili naynamni ishlatsa bo'ldi. Masalan, Peygamberimiz şahidi Medine'de bağlandı. Şu kaptan, belki şu qo'shin bilan kelgan bo'lsa, bu da çoğun uzun olmakta. Hatta bu insan çoğun bir konuşması da Peygamberimiz yesti kanalı bunu kabul etsin onun Müslüman olanları kabul ediyor, Müslüman olanları okumayacak. Kanalı bunu okumayacak. Mesela Peygamberimiz kaptan Müslümanlık geçti ya da ya bu anda şu qo'shin bilan kelgan bo'lsa, men shunda ko'rgan ekan bu musulmon bo'lgan ekan, lekin islomni maqbul tutgan bo'lsa, hozir ya uyanib turishi kerak bo'ldi. Men musulmondim deb yana Rasululloh qarshi jangga qatnashib turish qilish bo'lmaydi. Tamam, rasman mavqani ayiradigan vaqt kelgan ekan, bu Rasulullohning qish kelgan. Bir odam chirab Madinaga qiloladi o'shada. Qo'shin chiramasin. Chigan ekan Rasulullohning qish qilib, unda men musulmon. Lekin bizning qavm jamoat azbastirib keldi. Bular men musulmon bo'lganligimni bilmaydi. Men qanday bir ish buyursizlar, shuni qilsam deganda Rasululloh bir kishi olgan ekan, u qavmini qaytib ketganligi bo'lmaydi. Lekin kishim aytishicha ishni qilganim degan. Ondan sonra oxirgi Medine'de şu Peygamberimiz ma'badi Qurayshdan usulüyle yaşarken onun başka belirtilme erkin kirib chiqadi. Erkin kirib chiqadi. Bo'ldim faqatlam shunda, masalan, urush holida bo'lib qolsa, kirishga ruxsat olmasangiz, amal qilmay chirman degan bo'lsa, u yerda 3 rivoyatda o'tirayotgan Amr ibn Umayyad davri hukmoy o'tirayotdi, masalan, o'tirib qoldi. Lekin masalan, Madinaga chiqishim batda chiqib chiqolay desa, ruxsat qilishdi. Hozir vizamiz bor, shu chaqmanda viza isbotda. Viza bergandan bu amallik bo'lsa. وذهب نعيم أعزل من سلاحه. نعيم kuralsız ibadet etti. Mufradan an kavmihi. Özünün kavminden yalğız. Yak yigan olup mındı.
ولكن بما وهبه الله من قبس الإيمان lekin Alloh taolo unga ato qilgan iymonninki nuri desak bo'ladi. Iymonning nuri. Qabasiga aslida cho'g'i sho'lisi degan ma'noda. Iymonning nuri, iymonning yo'riqligi bilan va ma nafakha fihi min ruhil yaqin uning ato qilgan keskin bilim, ishonch ruhi bilan kana yahmilu azimatan amda min as-sayf. Shamshardimmo kichikroq ya keskinroq irodani ko'tarib mangan dedi. Ya'ni qilich shamshar ko'tarib bordi yo'ga, lekin shamshardimmo keskin irodani ko'tarib borgan dedi. Wa himmatan athbata min at-tawd. Igiz taqdimmo mazmutroq himmatni ko'tarib borgan dedi. Tawd degan igiz taq. كالطود العظيم ذهب لا يحمل سيفا والشمشار كترب بعمده ولا يتنكب قوسا وقيامه تقبى مده وقيامه مورسكا تضغى منكب ديان مورن دينيش مورسكا آتت ديان يتنكب مورسكا وقيا آتما لم بعده ولكنه يرجو لكن هو من ذا أمتلم بعده بما رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم من خداع رسول الله صلى الله عليه وسلم bunun bagan şu hilene işletiş ve aldaş ruhsatiga asasen şunu tutturib ve bima abah lahu min nasj khuyut ad-daha deganni biz makkarlik qildik, hilgarlik. Ama yoda ziraklik, pamparasat deymiz. Pamparasat ve ziraklik jiplerini obdan to'qib ayni ish ko'rishga qarta bergan ruxsatni tutib turib shuna bir umidi bor. Qanday umidda? An yanala min al-a'da'i ma la yunalu bis-suyuf. Dushmanlardan shamshar orqali erishkili olmaydigan narsaga pamparasat bilan erishishni umid qilib bordi. Avu sizning orqangizda qisqargan jumla. ويصيب فيهم ما لا تصيبه السهام ويصيب فيهم دائما أن ينال ويصيب فيهم ما لا تصيبه السهام وقت تكتز بلهم مدغان جيلاغا زرب برششن يا قادر أما تركب عنده ليس تركب شبده برقنش قدر kavudun ayrılıp çıktı bu arada. Halim Nagman'da aldılar Bani Qurayza'dan. Zahaba ila Bani Qurayza. Aldılar bu yalğız. Özden kavudun hiç kimi yok. Kural biznasım yok. Yalğız vardı. Bani Qurayza vardı. Ve kana nadiman lahum fil cahiliye. Cahiliyette bu Nuaym ibn Mas'ud Bani Qurayza'nınki bunda mundışırgan, söhbetleşirgan ağaynisi dedi. Tapat Madina kiyasi mesela oturib bir necha kun turib mundishib ketadigan anda ag'inasi ekan. Nadim degan shu. Mundishirgan ulpat. Yani anda bir ag'indachilik bor ekan. Va qala lahum ya Bani Qurayza. Bani Qurayza aymiqa. Laqad araftum wuddi iyyakum. Mening sizlarga bo'lgan do'stligimni, ag'indachiligimni sizlar bilasizlar. وحبي لخاصتكم وعامتكم sizlarning shunki ba'zi xos kishilarga qarta bo'lsin, hammalarga qarta bo'lsin, mening amroq ekanligimni yaxshi ko'radiganligimni bilasizlar debdi. Qalu sadaqta lasta indana bimuttahim. Ular debdi, rost aytding. Sen bizning nazarimizda unda gumonlanadigan bir odam emas. Qala inna Qurayshan wa Ghatafan laysu mithlakum. U debdi Nuaym Quraysh bilan G'atafan sizga o'xshamaydi. Wal baladu baladukum. Bu jut sizlarning jutinglar. Fihi amwalukum wa abnaukum. Bu jutda sizlarning mol-mulkinglar, balchaqlaringlar hammasi shada. Wa la taqdiruna ala an tahawwalu minhu ila ghayri. Tatahawwalu demakchi. Sizlar bu jutni tashlab boshqa jutga chiqib ketolmaysizlar. Chunki o'sha mol-mulkinglar, uylaringlar, xotin balchaqlaringlar hammasi shada. Ve inne Qurayshan, lekin Quraysh bo'lsa va G'atafan bo'lsa,
قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه. Bular Muhammad va uning sahobalariga qarshi urush uchun kelgan. Vaqad zahartumuhum alayhim. Sizlar shu ittifoqdosh qo'shinni Quraysh va G'atfonlarni Rasululloh Muhammad va uning amralariga qarshi Quraysh va G'atfonga yordam berdinglar deb. Hamdamli bo'ldinglar. Va baladuhum va amwaluhum va nisa'uhum bighayri. Lekin ularning mol mulki, xotin bolchaqalari, uy makonlari hammasi nada? Boshqa joyda. Fa in ra'awha nuhzatan asabuha. Agar fursat topsa bular, fursat bakan deb shunda bir fursat ko'rib qolsa, g'achchida tegish qiladi, egallaydi. Va in kana ghayru zalika lahiqu bi biladihim. Agar yengilish bo'lib qolsa, g'achchida juda qechib ketadi, tikitadi. Sizlar qolishmaydi bola. Va khallaw baynakum va baynar rajul. Bu odam bilan sizlarni ishga qo'yib ketadi. Bu chaqdan bu adabonni qattiq berdi, bo'sh qo'ymaydi sizlarni. Uyda ishkan yolg'iz qolib va la taqata lakum bihi idha khala bikum. Yolg'iz qolib qolsangiz bilan bu chaqda siz bunga taqobil turolmaysizlar. Qalu va marra, yani bunda o'ylab baqsa ras o'rinliq gap bo'lgan ekan. Unda to'g'ri maslahat nima zodi? Qanday qilsa bo'ldi? Ar-ra'i deganmi? Ar-ra'i sa'id demak. Yani biz ish ko'rsak bo'ldigan, tutsak bo'ldigan to'g'ri qarash qaysimiz? Sen to'g'risi nima? Va qad ahadnahum ala an nuhariba ma'hum. Biz ular bilan birga jang qilishga ahd bergan. Wa nasluka fi adawati Muhammadin sabilahum. وقد عاهدناهم على أن نحارب معهم ونسلك في عداوة محمد سبيلهم. Biz ularga söz verdik demek, ahd verdik. Yani bular Resulullah bilan ahdini buzib, al bilan ahdlashib, sizlar bilan birga jang qilib, Muhammad va uning amralariga qarshi urush qilmaymiz deb va'da bergan tursak, qanday qilsak ular? Ishki, musulmonlar va'da bergan uni buzibdi. Kafirlik va'da berib turib, unda hozir va'dani buzmasang, son sataq degandek bir ahvol. Qanday qilsak ular? Ya'ni ekan, qala an ta'khudhu ruhanan min ashrafihim. Ularning kattvashlaridan raniga adam abtusanglar yakununa biaydikum. Bular sizlarning qo'lingizda tursa, hatta tunajizuhu. Rasululloh bilan sizlar urush qilgan qadar bular sizning qo'lingizda tursa, go'riga qo'ysanglar. Va bidalika takfuluna sidqahum va nusratahum. Shundan ashular sizning qo'lingizda raniga tursa, undan onlarningki Rasululloh sizlar birga urushganlikka, sizlarni tashlab ketmaydiganlikka, yordam beradiganlikka kafolat qilasizlar. Bo'lmasini tashlab ketishi mumkin. Qalu laqad asharta bir-ra'y. Shuna bular debdi, sen haqiqatan to'g'ri maslahatni berdi. Wa tarakahum Nu'aymun ba'da an batha khadi'atahu fihim. Nu'aym hilisini ashularning orasida taqdim etgandan keyin ularni tashlab qo'yib, va dhahaba ila Qurayshni qashqirdi. Faqala lahum laqad alimtum wuddi lakum wa bughdi Muhammadan. Sizlar mening sizlarga shunda amrligimni, Muhammadga o'shligimni bilasizlar. Va laqad balagani amrun. Men bir ishdan vaqt bo'ldim, bir ishdan xavotir qoldim. Qad ra'aytu haqqan an uballighakum iyya. Men sizlarga mushuni yetkazib qo'ymasam bo'lmaydi deb qarayman. Ya'ni shuni sizlarga deb qo'ymasam men tonishliq, og'indachilik haqqini ado qilmoqchi bo'laman deb qaradim. Nushallakum, sizlarga samimiy maslahat bergan bo'lish uchun va xashyatan alaykum, sizlarga kuyinganligimdan, sizlarga bir zel zahmat qilmasin deb ansirganligimdan deb qo'yishim kerak. Faktumuhu anni. Shuna bu gapni mendan anglab buni sizlar maxfiy tutinglar. Men bunday anlaganligimni deb jumaman. Men sizlarga deb qo'yay shuni. Inna bani Quraydata qad nadimu ala ma sana'u. Bani Qurayda yahudilari o'zini qilgan ish qilmishni pushmon qildi.
Ma sanau baynahu va bayna Muhammad bilan o'zining o'ttirdiki ahdi paymonini buzib, sizlardan til biriktirganligiga pushmon qildi. Va laqad arsalu ilayhi Muhammadga adamiyatni bular. Inna qad nadimna ala ma fa'alna. Biz qilgan xatoligimizga pushmon qildik. To'qni yapdik bizni. فهل يرضيك أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. Şunlar bular Resulullah'ın dedi. İki kabileden aşularının en isil kattaşlardan birine çıkışını Kureyş'den Ghatafan kabilelerinden isil en kattaşlardan birine çıkışını reyani gelip biz sana tapşırsak, Resulullah'a tapşırsak ularning kallasini alsan, ondan ulardan qapqagan Medine'nin etrafında teşkilimizde tuğallık qarta biz sen bilan birga ularga qutlansak, taqabul tursak dedi. Hatta nastasilahum ularni tigidin qurt yo'qotgan qadar sen bilan birga bir saf turib elsak deyishdi bular. Fa arsala ilayhim an-nam. Unda Rasulullah yani Muhammad deyiladi bu. Muhammad bularga ma'qul deb adami berdi. Fan ba'thu ilaykum yaltamisuna ruhanan min rijalikum fala tadfa'u ilayhim ahada. Sizlarga Bani Qurayza adami berdi. Bunda aloqasi bo'ldi hozir. Maxfiy aloqalar. Men xabar topdim. Men sizga ko'nganligimda shunda deb qo'ysam bo'lmaydi. Men majburiyatimni qildim. Bani Qurayzadan sizlarga adam topshirishingizga ra'ni qo'yinglar uni deb qolgan ahvolda hargiz adamni bermanglar. Summa tarakahum va dhahaba ila Ghatafan. Hamda Qurayshni tashlab qo'yib Ghatafan o'zining qabilasiga boribdi. Va haddathahum bimithli ma haddatha Qurayshan. Quraysh deganim ham bo'lsa, albatta bu sizlar bilan qavm jamoatim, men sizga ko'ynima, unda bir maxfiy usuldan xabar topdim. Sizlar bundan ra'ni talab qilsa, hargiz adam topshirmanglar deb ulug'midi. Wan khada'u lahu kaman khada'at Quraysh. Ulama Quraysh bunun qo'linib ketgandek, bunun qo'linib ketdi. Wa taraka Nu'aymun al-jam'a yanzuru ma yakun. Nu'aym shundan ash qo'shinlarni, lashkarlarni shunda tashlab qo'ydi. Qanday ish bo'ldi qanaqada ijroatni kuzatdi. Ashgarni qilib qo'ydilar. وفي ليلة السبت من شوال شنبه كيسدا أوفدت قريش وغطفان عكرمة بن أبي جهل في نفر منهم إلى بني قريظة يستنفرونهم للقتال. شنبه كيسدا قاعد شنبه كيسه جمعة كيسه يومنا لكن أغرب شو هذا شنبه كنا شنبه كيسدا شنو tamam. Bizim Arap'ta Leylet Sabt degan ayat shanba buldu degan juma keç. Hazırlıkta. Çünkü Hicri kalendarda keçi burun kirdi. Mesela gün patkanlıklar yeni ıslah girdi. Bu navaşşa mesela. Kıttan keçadı ayat kümüzlikler verdi. Ötep ketken kümüzün olmuşsunuz. Shanba tangata keçide deymiz onu. Shanba tangata keçide Quraysh bilan Ghatafan Ikrimah ibn Abi Jahlni bir qancha amralari bilan birga elchi qilib yotibdi Bani Qurayzaga. Yastanfirunahum lil-qital. Ularni ham jangga chaqirib. Tayyorlanamsa urushga vaqt keldi. Biz ishkadan shuna kutishgan, ikki taraf jangga tayyorlanib qilmasa bo'lmaydi. Bular hozir Madinaning sirtini qurshab turadi. Muhasira yo'lda. Muhasira 15-20 kun davomlashgan. Shu arliqda ma'zur o'tab qolmaymiz. Nima vaqtda adamat. Elchiyati tayyorlanlar. Sizning masjidda biz sirtidan qurshadigan yo'qdimi deb so'rab qolgan vaqtda. Qala Ikrimatu li ru'asaihim Ikrimah Bani Qurayzaning kattoshlari dedi. Inna lasna bidari muqamin. Biz o'zimizning yurtida emas, muqim turgan bir yerda emas, biz vaqtliq bunda kelgan.
قد هلك الخف والحافر. Bizning charvalarimiz, uloqlarimiz o'lib ketyapti-da. Bir tarafdan so'yab yeydi. Bir tarafdan kasallab o'lib ketishim bor. Al-khuf wal-hafir. Bu har xil tuyoq uloqni ko'rsatadi. Ya'ni mesela to'ga otlarimiz, charvalarimiz o'lib ketib bordi. Faqdulil qital. So'sil jangga chiqinglar. Biz sirtmas shaylarimiz. Hatta nunajiza Muhammadan. Muhammad bilan tutishaylarimiz. Nunajiz degan urushish. Wa nafruga mimma baynana va baynahu. Biz o'ttirimizga ishni tutidaylar, ishni bir taraf qilidaylar, yo'qtidaylar buni. Faqalu lahu innal yawma yawma sabt la na'malu fihi shay'an. Bugun shanba kun. Shanba kuni o'z ishimizni qilmaymiz. Hozir Yahudiyda shanba kunda dam oladi. Ish qilmaydi. Walau fa'alna la'ada al-khizy wal-khadalan. Navadan shanba kuni ish qilsa, armus va shu yordamsiz bizni shunda tashlab o'tish, ya'ni takrar beshimizga kirdi. Chunki bular ashab satvatgo, yawma sabtihim shurra va yawma la yasbutuna tatihim yana vaqalik. Ashabul qarya. Ash vaqalikmi bu shanba kuni bilib tutmanglar. Biz unumay tutganlikdan qanday bo'ldi? Besh bola ketdi. Hammasi halak bo'ldi ama ashunda ish takrorlanib qolmasa. Biz shanba kuni ish qilamiz. Biz qadam beshimizga cho'ng bola kelgan deb turadi. Xalalan degan yordamsiz tashlab o'tish. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا حتى نناجز محمدا. Shunda bugun shamkun urushmaymiz. Yani ayat urushay degan taqdirdami? Sizning isl odamlaringlardan bir qanchisini bizga go'rak qo'yib, topshirmoqchi. Biz Muhammadga urushga olmaymiz deb turadi. فإنما نخشى إن خرستكم الحرب. Çünkü biz qo'rqaymiz, ansiraymiz. Urush sizni gachib qo'ysa, bundan urush sizni sizning uningni ishingni tushirib qolsa, ovozni chiqmaydigan, sado chiqmaydigan qilib qo'yib qolsa, ya'ni sizni qattiq yenib qolsa, urushda nima deydi? Zuvaningni gachib qo'yib qolsa urush, vashtada alaykum qital. Jang sizga naq besim qattiq egri bo'lib ketib, bulanmay qolsanglar, an tatashammaru li biladikum. Yurtinglarga qechishga tayyorlik ko'rib qilsangiz, biz shunda ansiraymiz. Va tatrukuna va Muhammadan. Bizni Muhammad bilan birga tashlab qechishinglardan ansiraymiz. Va la taqata lana bi qitalihi. Bizning uni bilan urushda hech qanday barbadlik holimiz yo'q. Uni bilan tutishib tanklamaymiz. Va raja'u ila Quraysh va G'atafan. Shundan ash Ikrima qatorliq elchilar Bani Qurayzaning gapini olgandan keyin bular Quraysh bilan G'atafan qabilasiga qaytib keldi. Va haddathuhum bima qalat Bani Qurayza. Bani Qurayza degan gaplarni Quraysh bilan G'atafanga aytdi. Faqalu wallahi ular debdi Quraysh bilan G'atafan Allah bilan qasamki innama haddathakum bihi Nu'aym ibn Mas'ud la haqqun. Allah bilan qasamki Nu'aym ibn Mas'ud sizga degan gap rost ketgan. Wa 'adat Rasululloh Bani Qurayza bu elchilardan yana Bani Qurayzaga qaytib kiribdi. Wa qalu lahum ular debdi wallahi Allah bilan qasamki la nadfa'u ilaykum min rijalina ahada. Sizlarga bizning odamlarimizdan hech kimni bermaymiz, topshirmaymiz. Rijallar degan so'z, mana rijal degan mu'arrifda odam emasmi? Cho'ng kattashlarni. Fa in kuntum turiduna al-qitala fakhruju wa qatilu. Agar siz urushay deb qalsanglar, chiqib urushinglar. Urushmaymiz desangiz o'zingizga, lekin biz sizga ran topshirmaymiz. Faqalat Banu Qurayza Şundan Bani Qurayza debdi, "Hina intahat ilayha ar-rusul bihada." Ash elchilar mush gapni qilib ularni qashig'i bag'ib vaqtida Bani Qurayza debdi, "Wallahi innama zakarahu Nu'aymun lahaqqun." Alloh bilan qasamki, Nu'aym bizga degan gap rost gapga. Bunning niyati boshqa ekan aslida.
وحينئذ وقع التخاذل في صفوف الأحزاب. Dal şu çağdandan aş ittifaqdaşlarının o'tirda bir-birini yardımlaşmay, hemkarlaşmay tashlatish vaqasi yuz berdi. وَدَبَّ الرُّعْبُ فِي قُلُوبِهِمْ. Ularning dillari qo'rqinch asta chidi. Dabba deganin asta manda dedi-ku. Amma Qurayshun faqad ba'atha Allohu alayhim ar-riha fi laylin shatin. Quraysh kelsak bir-birlar bunun ahvolini bayon qilaylar. Quraysh kelsak Alloh taolo ularga qish kunlarining bir kechasida, ya'ni shu chaqlar qish qildigan vaqt ekan, qish vaqti ekan. Qish vaqtida Madina va Tihama atrofida qattiq sovuq bo'ldi. Madinada qattiq sovuq bo'ldi. Qish kunlari. Sovuq bo'ldi. Uyni isitma so'maydigan sovuq bo'ldi. Kechasi tihim sovuq bo'ldi. Shu kechada, endi sovuq bir kechada Alloh taolo ularga shamol bo'ronni avatdi. Farishtalar dushman lashkarlarining barga atrofida takbir shuydi. Allohu akbar, Alloh. Yandigandan ular satparaqlab ketar. Fakafaat qudurum. U bo'rondan ularning o'san o'chab asqan bo'lsa, o qazonlari o'dibishib, dunchib sana, dunkum turlar ketar. Va tarahat aniyatuhum. Qachilrimo uchib ketdi deganda. Va zadat fi takhadulihim. Masalan, chedirlarning qo'ziqlari qo'milib ketib, chedirlari ushib ketib, masalan, nayt fatbaroq, to'pa, mujunda ko'zni ochib olmaydigan, nimalar ushib ketib qolgan, otlar kishnayotgan, bo'shlab ketayotgan, mujunda bir fatbaroqchilik bo'ldi deydi. Va zadat fi takhadulihim. Demak, bu ahvol ularning bir-biriga yordam bermay, hammasi o'zining ahvoli bilan qilishini ham ig'irlashtiribdi. Şuna bular bunda qarab, bu bir sehr qildi. Bu afsuni qo'yib, bir ishni qilib, shunda sehr qilib, hozir bo'ron chiqib bunda bizni nima qilyapti deb o'ylashdi bular. Va qafalu ila Makkah raji'ina maz'urin. Ular Makkaga qo'rqqan holatda qaytishdi, tikib o'tishdi desak. Wa raddallohu allazina kafaru bighaydihim. Alloh taolo kafir bo'lganlarni, o'sha ahzablarni demakchi, o'zining achchig'i bilan yondiribdi. Ya'ni andini ololmadi bular. Achchig'ini qaytarib, atatin kilib berdi, uning 5 kun ishadi, o'ngda dumda etib, avoralab yana quruq munda ketdi asta deb achchig'ini qaytishdi bu. Lam yanalu khayra. Hech nimaga erishmadi. Ya mal dunyoning o'ljagan bir ish yo'q. Yoki birasini o'tiradigan bir ish yo'q. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. Allah Teala müminlerni urush qilishga muhtoj qilib qo'ymadi. Nim bilan endi muhtoj qilmadi? Bir rihi val malaikati va andan Nuaym bin Mas'uddak shunda müminlarning ishlari bilan müminlarni urushga muhtoj qilmaylam qutuldirib qo'ydi. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah Teala hakikaten xalqini qilishda qudratlik va aziz. Aziz degan har qandig'ini yengib, hech kimga xarolab qolmaydigan izzatlikdir. Wa raja'a Rasululloh ila alladina zaharu Qurayshan. Albatta bu shunda chekingandikilar, qanday bo'ldi? Madinadagi Bani Qurayzadan tuyuqsi qiraydigan. Çatak çıktı. Sonra Resulullah qanday atrofdagi sirtin kelgan yav qo'shinlarning chekinganligidan qilgandikilar g'achchida Madina tarbiga yuzlandi dedi. Qurayshga va G'atafanga hamdamda bo'lgan Bani Qurayza yahudiylarga qaytdi. Favajadahum aydan qad qadafallohu fi qulubihim ar-rab. Ular shuna qarasa, ularning ahvolini noyata dakdikida sarasini turayotgan qo'rqoq. Allah Teala ularning dillariga qo'rqinch solgan. Va awqa alayhim al-faza'. Ularning ustiga alaqzadlikni tushirayotgan. Fantaqama minhum. Shuni ulardan intiqomini oldi. Va anzalahum min hisnihim va sayasihim. Ularni qo'rg'onlardan, istekamlardan tushirdi dedi. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandaqning ishidan farg'ulab, dushmanlar shunda ketganlikdan bek charchab ketgan vaqtda bek lam endishida qolgan
Aslında ne çıkan o atraf korşap var. Onda çıkan tuğan buluşum. Ütemme. Bunda olsun bunu beklam saçıp gitken. Hem nar bek dekki kalgan. Bunda hol boğan iken Allah Teala şu buran ve şamal şu periştiler şu arqılı yardım beriş arqılı Allah'ın emrettiğinden keyin Resulullah ve Müslümanlar da ondan asla öğüsürüp dubulu sağlıklarını, kurallarını koyup ömdü bir aramalay deb turuşuğa Cibril Resulullah'a geldi. Periştiler Kur'an'ını koymadı. Dubulu sağlıklarını da sanmadı. Uruş kimden de sanmay Kur'an'da taşımadı iş var. Aldırıp sırıtıp kaldı. Digen nime eshitsa beni Qurayzalar edebli o'tishadi ma'lumni. Ta'qirlash bo'lmaydi. Shuni Rasulullohning o'zida asrni zodi hamma shu beni Qurayza o'qinglar. Peshin bilan peshindan keyin o'qigan bo'lsa, yangan bo'lsa Madinaga. O'ychirib shundan o'qilsa Jibril darhol beni Qurayzaga o'qinglar degan ekan. Rasululloh yana dubul sahablarni kelib, sahabalarga buyruq qilgan. Beni Qurayzaga atmanglar. Asrni zodi beni Qurayza o'qinglar. Namon. Ana ba'zilar qazoq qilgan bo'lsa zodi asrni ashaydi. Nima shendan keyin ba'zi mushaylik qilamiz. Ba'zilar Rasululloh sizlarga bir demoqchida da yo'lga chiqib o'qitibman, ham tizmandi. Ana bu ham sahabni o'qitdiki ijtihod qilgan ahvollar. Bu fiqhga munosib. Bu xiyal qilgan yahudiylarni shu chog'da zodi adab tutishladi. Darhol. Ve ularning qizi otinib, ularni ko'rishib oldi. Ko'rishib 10 kun, 15 kun turganga ko'rishadi. Ular sizning qo'rg'onda istekan bilan turdi. Ha? Bu bir bo'zdan mana qanday qilsa biz tayyorda buni qilib yo'q. Ha. Ya Madinaning ishlar burada. Musulmonlar ahtar burada. Musulmonlar o'tirda, undan qandak va undan dushman bor. Bunda tug'an chog'larda ulu bulanmay, andın boldamda biz birisi hüküm koysa razı edildi. Resulullah ma hüküm kılmanızı ya. Yani amsa Sa'd ibn Muaz hüküm kılsa razı olamsızlar. Yani razı olmayız. Bizden buranın yakın hadimiz var. Bizge da hüküm koydu. Dep Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ın hüküm kılsa makul gel. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh aşağıda bir okuyatı gibi manu kılıp yerde ola. O kan toxtamay. Resulullah'ın davalar mescid-i çedirtip kalıp tuğan çağırdı bu dua kılan. Sa'd ibn Muaz. Burun aşağı Beni Qurayza yahudinin üç baklaşı bu. Şu çağ dua kılan. Allah'ım şu Beni Qurayza'nın emdini almak için benim canımın olmasılar. Ulan bu Beni Qurayza Sa'd ibn Muaz'ın hükmüne makul degen çağda ya da kuruşap tuğan mücahitleşi yoktu. Resulullah açıdan. Ekilan onu diyendiken onu eşek döndürüp ekeldi. Ekelgendiken bunu hükmü razı olamsa razı olur. Ama ise bunun hükmüm balağatlı etkenlan Allah olsa hımının kalısı elinde o. Kutum balçaklar onun küçüklerin ise esirgelinde o. Da hüküm kılır. Hüküm kılan çağda Resulullah'ın diken Yektat asmanının üstündeki aşağı Allah'ın hükmüne hüküm kıldığın seher diken. ثم عاقب رجالهم بالقتل. Ondan Beni Qurayza'nın erlerine ölüm cezasından cezaladı. Fariqan taqtulun dedi. Bir kısmını öldürürler yani erlerine. Ve nisa'ahum bis-sabi vel-asr ve xotun balçaqlarını esirge alışılan ve didek kinize qilish orqali edeblide ve ta'siruna fariqa yani şu çağda şu Beni Qurayza'nın kallisi elinğalla 600-650 etrafında. Esir gelinğalla 700 etrafında. Fariqning sanasındaki. Muhammed ibn Ka'b al-Quradi de hadis rivayet kılan sahabından birisi var. Muhammed ibn Ka'b al-Quradi. Yani Quradi diyen Beni Qurayza cemaatinden ingi. Al-Qurashi diyen. Şu çağda ay sahabınınki çoğunlarınızda akıl kalısına muhammedige sal küçük olması 13 yaş, 12 yaş, 14 yaş diyendek balık hep kalsa kaçıda örtüyü karıptır örtüden de mesela üngen bolsa balağa yetip de kalısına bağlı üngen bolsa küçükkende mayanga karıp esir aldığından
bo'lg'achqa shu chaqda shu sahaba o'zi rivoyat qilib men shu kuni kichik bo'lganligimdan saqqog'imda deb rivoyat keyin hadisni rivoyat qilgan musulmonlar tarbiyalab berib cho'ng qilgan bo'lsa va awrasallohul mu'minina ardahum va diyarahum Alloh taolo mu'minlarga ularning ziminlarini degan terilgan etisliklari vardı va diyarahum qo'rg'onlari yani oyatında va amvalahum va mal-mulklar oltin kumush olsun deb dunyolarni mu'minlarning qo'liga miros qilib berdi. Hatta degan oyatda aytdi va ardan lam tatauha yani taqa sizlar dastlab bakmagan ziminlarni sizlarga miros qilib berdi degan. U ardan lam tatauha qaysi ziminlar? Mesela Bani Qurayzaning etisliklarini, diyarlarini, oltin kumushlar hammani sizlarga miros qoldirib berdi. Undan boshqa siz dastlab bakmagan ziminlarni miros qilib berdi dedi. Balki Xaybar bo'lishi mumkin. Undan boshqa Rim, Faris şunu bo'lishi mumkin. Yani bu xuddi bisharat hozir. Bu ardallarda sizda sabaqman boshqa zimonlarni degani bundikin ashuni erishsizlar. Va kana Allohu ala kulli shay'in qadira. Alloh taolo hamma narsaga qodir zotdir dedi. Sayasi degan qo'rg'onlari, ya'ni siya degandek shunda mufradning ko'pligi. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شنو يا وزما؟ الابتلاء صناعة. وابتلاء مقدار جهاده. ولا خمسلك جهاد قلده bir sınav bakışı. Mehne diyen mi? Sınav, imtihan. Mehne diyen mi? İmtihan yapıştırdı. Mehne diyen müşakkat. Ya qamdaşning qiyin ahvolni bu sinab bo'lganlik uchun unda jafoliq bir ahvol bo'ldi. Mehnat degan shu tarafdan. O'zi mehnatga ishlaymiz, unda jafo tatbiqodan arabcha shu. Kim? Musulmonlar şey var. Urushda azam bir nechalar. Chunki bular haqiqatan unda erishmagan. Faqat Amr ibn Abduldek badbaqlar atlab o'tgan ahvolda bir asosida o'tib qolsa, umuman tutishgan. Bundan boshqa shu ikki tarafdan masalan O'standek nima bo'lsa, ikki tarafda bir-biriga o'qqa aytishib, shu o'q tegib ketganlar o'lib ketgan. Qanday kasb bormi? Hozir yo'q. Lekin shu o'rinlari nimalar bog'da. Bunday atrofidagi burun shu 7 masjid dediğin yer var. Hazreti Ömer'in masjidi, Ebu Bakır'ın masjidi. Tundra kimden oldu? Tundra bunun izlerini yoktu dedi. O kandekine şu Medine'nin etrafını bütün sıkıntı, bütün çasları bütün düşmanımızlık oldu ya. Ya bundan aşağı Medine'nin bu da küp kısmı. Mesela az bir terimiz ya tavlık ya bir kim ötemelden tabii mesela tosak bayanına koyup andın o ağ tarafın aynı kilometre ayağını koyup da 20 çember arasını kıygan alatta hala uzun neç kilometre yani kandak oldu. O kandekine şeydi şu Az kaldı. Onu atlap nuku ötemedi. Kaç düşüyor mesela o kaçlayan yanlış çıkmanda poğaça ulan da olsa üzük yemişler öylesine manatanda görüştürgenlikte bu çıkıp tındırıp çıkar. Evet onu tındırıp çıkar ama bazen aynı kandak kılmak öteliğe yardım var. Peki öteliğe yardım şu an onu da resmi aşı kat kovdaydıgan o'qiyotchilar, marganlar, azmatlar o'sha taqtirgan. O'sha o'taman desa, tariq bir o'tizga yalib qolsa, o'sha qoplarni jo'shtirdi. Shunlarni bak o'tamagan. Ya uning ba'zi o'sha xaridsin sizlar masalan. Buning butun nimalarni, jinsiyalarni bayon qilgan muzbah. Yani Atlasul Alim İslami, Atlasul İslam dediğin İslam haritası var. Şu tarihi bütün dağlarının haritaları var. O Medine'ninki hem de özgür kırtılan oluşturma yemek işler bu bak diye bu cihazı yüzünüz temliyor. Yüz temliyordu çünkü özünün kovma, özünde ziraat, onlar bağları bağlı. Bunun da kısılıp kalmaydı.